Aziz vatandaşlar, sizlar uchun yangilik. Tojikistonda Dushanbe shahrida Rudaki nohiya markazida 3 etajlik shifoxona ochdik sizlar uchun. Bu yerda hamma doktorlar bor. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lsa biz hamisha xizmatdamiz. 3 kun bepul bo'ladi. Hamma doktorlar bor. Hozir kabinetlarni ko'rsatib chiqamiz. Birinchi kabinetimiz stomatologiya. Mana ikkita ustanovkamiz bor. Rossiyadan olib kelganmiz. Rossiyada ham ikkita klinikamiz bor. Peterda bitta klinika, bu 3-klinika bo'lyapti. Hamma sharoitlar bor. Plomba, чистка, удаление, hamma sharoitlar bor. Hamma xizmat qiladi. Hozir boshqa kabinetga. Ikkinchi kabinetimiz bu yerda nevrolog, asabshunos o'tiradi. Mana kabinetlarimiz. Hozir yana 3-kabinetni ko'rsatamiz. Kabinetimiz bu yerda qabulgoh bo'ladi. Qabul doktorlarni 3 ta o'tiradigan joyimiz bor. Bu yerda hamma kasallarni mana shu yerda qabul qilib jo'natadi. Keyin bu yerda 3 ta doktor o'tiradi. Keyin kabinet. Bu yerda urologlar o'tiradi, terapevt. Mana uzi xonamiz uzi qiladi, jigarlarni uzi qilsa bo'ladi, pochkalarni uzi qilsa bo'ladi, prostata bezini uzi qilsa bo'ladi. Bu yerda doktor urolog o'tiradi. Ginekolog kabineti 5-kabinetimiz. Marhamat. Bu yerda ham 2-3 ta doktor o'tiradi. Mana uzi apparatimizni juda qimmatli apparat, Yevropadan zakaz qildik, 2 oyda keldi. Ayollar uchun uzi qiladi, misol pochkalarini, homilador bo'lsa homiladorlarni uzi qilib uchotga qo'yadi. Hamma sharoitlar bor. 2 ta ginekologimiz bor, ham o'zbekcha ham tojikcha gapiradi. Hozir boshqa kabinetlarda yana ko'rsatamiz. 6-kabinetimiz bu. Direktorning kabineti. Xo'sh, men bu yerda direktorman, ham kasallarni qabul qilamiz. Bu yerda hamma doktorlar bo'ladi, stomatolog, terapevt, urolog, xirurg, ginekolog, yotadigan joylarimiz ham bor. Operatsion blok bor. Hamma operatsiyalarni ginekologiya, urologiya, общий xirurgiya sohasida ham bor. Operatsiya qilamiz. Hozir yotadigan 20 ta koykamiz bor, yotadigan joyimiz bor. Kruglasuv ishini bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Soat 5 dan keyin dejurniy vrachlar ham qoladi. Hozir kamillarni yana ko'rsatamiz. Mana prosedurni bo'ladi. Murskoy prosedurni erkaklarda bu yerda kapelnitsa, fizioterapiya, hijoma qiladi. Uchun prosedurni ayollarda bu yerda misol fizioterapiya, hijoma, kapelnitsa, osmokollar qo'yadi. Mana bu kabinetimiz, bu yerda yotadigan joyimiz. Mana 6 ta koykamiz bor. Bizda 20 ta koyka bor. Mana yerda yotadigan joyimiz lyuks bo'ladi, 2 talik joyimiz bor. Yana bitta kabinetimiz, 2 ta bu yerda yotadigan palata bor. Mana 4 talik palata, bu yerda 4 ta. Mana yerda bor yana 6 talik. Mana obzorlari.